Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Endi sizlar bilan 43-savoldan 45-savol turigacha savollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, birinchi shartini o'qiymiz. Tame neyonga kattin gosir ko'rishibshiyo. Quyidagini, ya'ni bu matnni mazmuni bilan, ya'ni neyon bu mazmun. Mazmuni bilan o'xshashini biza topishimiz kerak. Bu yerda boshidan oxirigacha matnni o'qib, keyin variantlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Bu yerda aniq bitta javob, ya'ni matndan kelib chiqqan holatda biza mazmunini, ya'ni umumiy mazmunini topishimiz kerak. Ya'ni nima haqida bu matn ketgan. Xo'p, hozir birinchi matnni o'qib tarjima qilib ko'ramiz. Ketdik. O늘 학교에서 한국어 시험을 봅니다. Bugun maktabda koreys tili imtihonini topshiraman. 저는 어제 도서관에서 열심히 공부했습니다. Man kecha kutubxonada qattiq tayyorlandim. 그래서 오늘 시험을 잘 볼 겁니다. Shu sababli ham bugun imtihonni yaxshi topshiraman degan mazmunda matn berilgan ekan. Endi biza buni variantlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi variantda 저는 내일 시험을 볼 겁니다. Man ertaga imtihon topshiraman debdi. Bu yerda ertaga, bu yerda 오늘. Demak, birinchi variant bizda noto'g'ri bo'lar ekan. Ikkinchisi, 저는 오늘 도서관에 갈 겁니다. Men bugun kutubxonaga boraman. Bu yerda o늘 bugun deyilgan, lekin u qachon borgan? Kecha kutubxonaga borib o'qigan qattiq. Shu sababli ham ikkinchi variant noto'g'ri bo'lar ekan. Uchinchisi, 저는 한국어 공부를 열심히 했습니다. Men koreys tilini qattiq o'qidim. Mana bu variant to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, hozir to'rtinchi variantda nimaga xato ekanligini birgalikda ko'ramiz. 저는 도서관에서 한국어 시험을 봅니다. Men kutubxonada koreys tili imtihonini topshiraman debdi. U qayerda topshirmoqchi edi? Bu kutubxona deb yozilgan. Bu yerda u maktabda topshirar ekan. Shu sababli ham to'rtinchi variant ham noto'g'ri, uchinchi variant to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, ketdik. Endi 44-savolni ko'rib chiqamiz. Yana matnni o'qib, tarjima qilib, keyin variantlarni ko'rib chiqamiz. 저는 은행 앞에 있는 식당을 좋아합니다. Men bank oldida joylashgan oshxonani yoqtiraman. 그 식당은 음식값이 싸고 아주 깨끗합니다. Bu oshxona ovqatlari arzon bo'lib, juda ham toza. 그래서 오늘도 친구와 그 식당에 갑니다. Shu sababli bugun ham do'stim bilan birga bu oshxonaga boraman. Demak, bu oshxona haqida gap ketgan va bunga mazmuni jihatdan to'g'ri kelgan variantni biz to'g'ri topishimiz kerak. Xo'p, ketdi. 은행 식당은 깨끗합니다 debdi. Xo'p, bu yerda 은행 식당 degan, lekin bu yerda 은행 앞에 있는 식당 degan. Shu uchun birinchi variant noto'g'ri. Ketdik, ikkinchisi. 은행 앞에 식당이 있습니다. Bank oldida oshxona joylashgan. Mana bu variant to'g'ri bo'lar ekan, chunki oshxona bankning oldida joylashgan edi. Uchinchi variant. 어제 친구와 밥을 먹었습니다. Kecha do'stim bilan birga ovqatlandim. Bu haqida hech qanaqa gap ketmagan, shu sababli noto'g'ri. Xo'p, to'rtinchisi. 음식값이 비싼 식당을 좋아합니다. Xo'p, bu yerda ovqatning narxi qimmat bo'lgan oshxonani yoqtiraman degan, lekin u ovqatning narxi arzon degani bu yerda. Mana arzon deb ko'rsatgan. Shu sababli, xo'p, birinchi, uchinchi, to'rtinchi variant xato, ikkinchi variant to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, endi 45-savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 작년 겨울에 테니스를 배웠습니다. O'tgan yili qishda tennis o'rgandim.
하지만 지금은 탈을 다쳐서 운동을 못합니다. lekin hozir oyog'im singanligi sababli sport bilan shug'ullana olmayapman. 이번 여름부터 다시 테니스를 치고 싶습니다. Bu safar yozdan boshlab yana tennis o'ynashni xohlayman. Birinchi variant. 저는 테니스를 잘 칩니다. Man tennisni yaxshi o'ynayman. Bu haqida gap ketmagan, shu sababli noto'g'ri bo'lar ekan. 저는 테니스를 배울 겁니다. Man tennisni o'rganaman debdi. Bu haqida ham gap ketmagan, chunki kelasi zamonda aytilgan. Bu yerda o'tgan zamonni kelgan, shu sababli ham noto'g'ri bo'lar ekan. 저는 겨울에 다리를 다쳤습니다. Man qishda oyog'imni sindirdim. Bu ham noto'g'ri, to'g'ri kelmas ekan. 이번 여름에 다시 운동하고 싶습니다. Bu safargi yozda yana sport bilan shug'ullanishni xohlayman debdi. Shu sababli 4-variant to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu yerda javob mana kalit so'z. 이번 여름부터 다시 테니스를 치고 싶습니다. 이번 여름에 다시 운동하고 싶습니다 debdi. Shu sababli ham 4-variant to'g'ri bo'lar ekan.